Manchester Cityda yangi davr boshlanmoqda. Pep Guardiola erasi yakunlandi. Jamoa boshqaruviga uning shogirdi Enzo Maresca tayinlandi. Xo'sh, italiyalik mutaxassis yangi mavsumni qanday tarkib bilan boshlaydi? Maresca ham Guardiola singari to'g'ri uchish schemasidan foydalanadi va katta ehtimol bilan Pepning ishini davom ettirsa kerak. Darvozada hech qanday savol yo'q. Yangi mavsumda ham Gianluigi Donnarumma City postini qo'riqlaydi. O'ng qanot himoyasida Enzo Maresca o'zining sobiq shogirdi Malo Gustoni olib kelishi kutilmoqda. Himoya markazida esa o'tgan mavsum so'ngida muvaffaqiyatli harakat qilgan Abduqodir Husanov hamda Mark Gehi tandemi harakat qilsa kerak. Chap qanotda esa o'tgan mavsum kashfiyoti Nico O'Reilly yangi mavsum uchun ham o'z joyini allaqachon kafolatda bo'lgan. Yarim himoyada esa jamoaning yangi xaridi Elliot Anderson asosiy tarkibdan joy olishi kutilmoqda. Shuningdek, ispaniyalik Rodri jamoa yuragi bo'lib qoladi. Agar Rodrining transferi haqidagi mish-mishlar amalga oshsa, uning o'rniga asosiy nomzod Nico Gantali. Hujumkor yarim himoyada esa Alloani Ryan Sherki Enzo Marescaning asosiy ijodkori bo'lib qoladi. Hujum chizig'idagi trio esa haqiqatan ham dahshatli. O'ng qanotda o'tgan mavsum APL o'yinida gol kiritishga muvaffaq bo'lgan Antoine Semenyo hamda chap qanotda elastik dribling sohibi Jeremy Doku harakatlanadi. Hujum markazida esa Erling Haaland gollar urishni yana o'z zimmasiga oladi. Qog'ozda shu tarkib juda zo'r ko'rinmoqda, lekin ushbu futbolchilar bilan Enzo Maresca Manchester Cityni Angliya hamda Yevropa cho'qqisiga qaytara oladimi? Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'lishni unutmang.